Hey yo bola, sizlar bilan men Sailor FC. Bugungi videoda FC Mobile o'ynaymiz. Va sizlarga bugun kimlar tushdi bu yerda? Qani bu? Qani? Men aytmoqchi olganim u yo'qolib ketdi. 1000 ta rank point va bitta 117 UEFAdan va oxirida bitta 117 tanlaydigan va menga bu yerdan Dembele düştü. Dembele'ni aldım. Ve ben kecha ko'rdinglar, mana bu yer Park Ji-sun'ni oldim. Park Ji-sun mana men uni Riyemga qo'ydim va u Riyemda ham o'ynay olarkan Reme'ga qo'yib qo'ydim. Bizda yo'q hali. Va bizda bitta shu qoldi. 30 bo'lmagan, shuni ham 30 qilsak juda ham ajoyib bo'ladi. Va bu yerda mana bu yerga kirib va men o'ylab ko'rdim, mana shuni tugatishni harakat qilaman. Roy Makkay bilan Gareth Bale'ni tugatdim. Buni oldim. Endi Jamie Carragher va Ramirez qoldi. Bo'lmasam Jamie Carragherdan boshlab o'ynayveramiz. Va Dembele yaxshi o'yinchi, faqat unchalik ichiga kirmaydi. O'rtacha. Endi 2 minut. Nimagadir meni videolar umuman rekka chiqmayapti. Hatta 50 ta odam ham ko'rmayapti. Sizlardan iltimos qilib qolaman. Obuna va like bosib qo'yishni. Xohlasanglar kommentariya yozinglar. Videolarım qanday, yaxshimi yomonmi, shu haqida yozing, qiziqarlimi. Bu yerda Dembele ish yo'q. Dembele'ga deb tashlaymiz. Park Ji-sun. Ana Dembele. Şu maçlarda Dembele'ni sinab ko'ramiz. Hit to hitda umuman hali o'ynaganim yo'q. Dembele'da, lekin Dembele'siz World Class 3'ga chiqdim. Yaxshi. Bu yerda Nestaga tashlaymiz. Bundan çıkan bo'lish kerak. Bizdan ekan. Bu yerda Modric. Nesta o'zing birdan Foden. Dembele. Yaxshi. Va biz bu yerda 1-3 ga yutqazyapmiz. Shuning sababli biz farqi yo'q, bir o'yinchida gol urishimiz kerak. Va bizdan top maydondan qarsa chiqib yubordi. Nimagadir paslar o'tmayapti bu. Lamin Yamal. Foden o'zing bir oldingi videolardagiday, ajoyib gollar kirgizib yuborsang.
Acayip gol. İkide gol vuruş gerek. Şimdi bir juda ham taşıyorlar. Farkı yok. Kim götüşünden. Dembele yaxshi. Gol. Voy gol. Yana bitta gol ursa yutamiz. Men nimagadir uncha o'rtalarida qiziq yo'q. Oxirlarda bir yutishga ishtiyoq bo'lsa, bir yaxshiroq o'ynayman. Yana bitta gol. Bular juda ham bir bot. Oson yutish o'zi. Serki bir 2 minutes of stoppage time coming up. Well, that's not watertight defending. bizga ishtiroq berilmadi. Bu yerda berildi. Bekram nimagadir kamdan-kam holatlarda menda ishtirahmoy beriladi menga, lekin shunda ham gol qila olmayman. Internet, Telekom har doimgidek Wi-Fi to'liq chiqyapti. Shunda ham video 6 minut bo'ldi. Tezroq tugay qolmadi. Internet ishlay qolmadi. Internet ishlasa qo'yib yuboraman. Mana internet ishladi endi hozirgina. Va bu yerda bizga 60 dona beriladi. Va 0-minut 1:45 0 oxirida 100 sotib o'tgan. Chelsea ga qarshi son kran juda ham ajoyib. Menga Dembele chiqdi. O'zi Fernando Hierro ham chiqdi. Shuni olmoqchi edim. Ko'nglim negadir Dembeleni olaver dedi. Shunga oldim. Va yaxshi o'ynayapti. Bor yo'q 30 ta trening berib, bor yo'q emas. Bir dona kuchaytirib 30 ta trening berganman. Shunda ham juda ham ajoyib o'yin ko'rsatyapti. Misol It's Real Madrid taking on Chelsea. Well, as is always the case, both teams will look to control the centre of the pitch. Whichever can... Well, the ball could be the goalkeeper's best friend. Unable to get himself back on side. That was the wrong option. Chelsea. Pedro. Now with Caicedo. Pedro Neto. Joao Pedro. Pedro With that, Neto. the attack fizzles out. Bende Nesta var. Individual brilliance. Oh, what an opportunity. And a goal. 1-0, and what a fast start they've made to this game. Sizlarga aytayotgan edim. O'ynamayman deb. Nimagadir ana bu hozir ko'rsataman. Magazinda 3,5 mingtaga Safanov berilayotgan ekan. Men Safanovni olib bitta bekor men Ramiresni berib ishlatib yubordim Hayyi bilan Pardisun uchun. Safanovni olganimda 116 Viniciusni olardim. Bu yerda Foden gol desam. Maydonda shaxsan chiqdi. Bu yerdaymiz. Nesta. Beckham. And that is how to beat your opponent. Using all his defensive acumen to cut it out. Pedro.
Determined defending. Foden. And Valverde. Dembele. Chelsea did well to regain control of it. Joao Pedro. Dembele. Good looking run. And striking it. So the to get ready for the corner kick routine. Dembele dinamikçi bir yok boş bekleyen. Aslan. Ucu Dembele çarşı yaptı. Cucurella. On to Caicedo. Just the challenge that was required. Real Madrid's coming away with it. And he's broken free. Well, it's a wild attempt. He needed something better. Offside, however. Well, you're right. He didn't know it was going to be offside, and that was a shocking miss. Diğer peşine etmekçi ben. So the referee says goal kick. Well, the referee has instructed the fourth official to put 2 minutes on the board. Dembele. And so it is, the first half story has been written. Birinci time Well, the ball is geliyor. moving again. First half struggles for Chelsea. There for all to see. Can they make a better fist of it this İşte half? olur gelmiş yani. Berberhan. Beckham. Parkinson. Rafinha. Okay. And on to Beckham. Will he finish? Another goal! The lead grows to 4 now. A Şu romping gol geldi display. görsatışsa g'alati ekan. Ki yaxshi bo'ladi. I think everybody knew what was coming, but he hit it so well, didn't he? Nobody could do anything about it. That's a good goal. Parkinson yürümedi. Chelsea couldn't Ortada maintain yuttu. possession. Confident attacking play. Can he finish? And it will be goalkeeper's ball. Penalty. Orada Real Madrid. Just not enough cherishing the ball from Chelsea. Gündü. And the pass not quite accurate enough. And a throw in then. Federico Valverde. Ve Yamal'da biz bir gol göremiz şu yerden Gündü'den pas. Asist. Oh, no stopping him. Yamal! Valla bir şey. So a Real Madrid corner. Bavart'ta boyunca görürsak desem. Rafinha'ya pas. Burying them beneath an avalanche of goals. No result here. Oo, 5 My goodness, it's so one-sided. 5-0 in this match. Şimdi 70. minütte var kızarıp kaldı. And he stopped them in their tracks. It's with Courtois. İyi üçlemeydi. Foden. Böyle falan. Cucurella. A quarter of an hour remaining here. Lamine Yamal. Oh, still danger here. And a goal. Rafinha'dan yana gol. When you can put them away like that. Dembele sen çerçeve hala. And it's an out-and-out Cihan pasting. çerçeve. 6-0. Parkinson. Parkinson ne? Parkinson tam çerçeve. Hızlı ben Rafinha. baş yönetmen. Park Ji-sung. Çünkü Parkinson'a This attack top looks highly promising. taşlama gelelim. Well, a Belki swift şunu ham challenge and a Gerçekten throw-in coming up.
David Beckham. Beckham. That's his Vay end. bir gol. Goodness gracious me. Awesome, awesome. You can't strike Bunlar one bir much bu better vuruştan than that. çerçeveyle. Well, you've got to savour such moments. En uzun Valverde abi çerçeve gereken. Taking into account all the Gerekli. stoppages, 2 minutes to be added on. Unable to get himself back Valverde de onside here. Well, he was always going to be offside. hazır. That was the wrong option. And the referee Ay. says that will do it. It's the end of the game. Oyun It's a maç victory for Real tükendi. Madrid. No fans are going to be happy with this. What a good performance that was. They did most things right, and their attacking play was Bugünkü inventive and had a rol real maç. cutting edge. That was a Şu really Jamie dominant display from them Carragher'ni today. tüketişe hareket kılamız şu videoda. Endiki videoda ise Ramirez'ni tüketemiz. Video unchalik uzoq bo'lib ketsa ham bo'lmaydi. Kam ham. Ben sizlarga aytgan joyimda magazinga kirib exchange'ga o'tsanglar mana bu yerda mana 3,5 mingtaga limit tugamaydi. Buncha 117. Mana şu agar Riley kerak bo'lsa mana lekin in o'rtacha shu joyda beriladi. Men shu haftalik qilishim kerak, olishim kerak. Va bizda aytmoqchi ligam qancha yig'ilgan. Yangi sezonga endi 19 mingta. Bu yerda bir dona yulduzcha. Hitta mana World Class 3. Bitta yutdim, bitta teng bo'ldi. Bu joyda Abra va Focus degan joyda men chiqib ketdim. To'g'ri, Svet 3 bo'ldi. Mana bu mina. Bunda ham bunda boshida birozgina o'ynadim, va chiqib yuborildi. FC Mobile'ning o'zi otib yubordi va shunga ko'p yulduzchalar minus bo'lib ketdi. Sostav shunday. Men uni screenshot qilib olaman. Bugungi video previewsiga va Dembele. Şu Osman Dembele bizda voucherlar yo'q va aytmoqchi sizlarga mana bunday keldi. 5 kundan keyin ketadi. Sizlarga maslahatim tezroq mana shuni olib qolinglar. Va bu yerda endi ertaga 1,5 mingta ana bunday beradi game. Indin 1 million keyin yana 1,5 ming tanga game va 100 ta rank up point va oxirida bitta pack. Yaxshi. Va tezroq tugatay. Video ham 20 minut bo'ldi. Hozir yana hali shuncha bor. Uzr bolalar, sizlarga shularni ko'rsatmoqchi edim. Shu
Tezroq boshlana qolmadi. Bir ana qayerdandir o'pkasi yaxshi ishlaydigan And off we go again. The second half has begun. Onu boshidan bir Jason Bukayo Saka. Good tackle, take it away. Trossard. ajoyib. Martin Ødegaard. Bizda Jason. Declan Rice. In position. Oh, what a brilliant save to shut down the threat. Tushgan o'yinchi bilan bunday qilamiz. Well, not the best clearance. Odinda Well, it comes to nothing in the end. And in with a real Son chance. Dembele yaxshi birga bir vaziyat. And it's there for him. And Ajoyib. there is the goal to re-establish the Shu joyda advantage. Dembele So juda the ham ball is yaxshi rolling ishlaydi. again. 2-1 the score. What's going to happen next? Oh, what an opportunity! Tearing apart this Her defense doimgidek again. o. They simply can't handle him. Agar 50 obunachi yig'sam men o'zimning yuzimni Good tackle. ko'rsatmoqchiman. It'll be a throw. Agarda juda ham ko'p obunachi kelib boshlasa, iltimos sizlardan so'rab qolaman, like bosinglar. Like bossanglar Fine tackle video there to prevent the chance. qanchalik yaxshi chiqqani bildiradi. Phil Foden now. Men ham oddiy Real chance. oldin video ko'ruvchi bo'lganman. Can he finish? Like bossam pul beradi deb o'ylardim. Astonishing stuff. Lekin hozir o'zim ham YouTube bermas. Goals and plentiful 9 donagina supply. obunachim bor. 4-1 currently. Dembele. 9 dona obunachim bor. Shunda ham o'zimni Martin Ødegaard. YouTube'ni Now with Saka. chiqaryapman. How can he take them on and beat Like them? bossanglar qanchalik Well, video nothing yaxshi comes of it. It chiqqanini looked promising. qolganlarga ham ko'rsatish And mumkin. into the last 15 Qancha minutes video of yaxshi action. chiqqan bo'lsa, qolgan odamlarga ham Brilliant piece video of skill. ko'rinadi. Good defending in the Gayretli end. And çıkardı. danger averted for now. Real did well to regain control of the ball. Jason Victor Gyökeres. And Real come away with it. Beckham, Ousmane Dembele. Goal kick, just as it was looking promising. Endi hamma atakam chap oyoq bo'ldi. David Beckham. Dembele. Dembele. Really had to get it spot Ve to finish from there. 89. minut Well, ve maybe biz not the right choice there. That's a poor effort. bu yerda o'zi eplaydi. Valverde'den bitta gol yuboray. Well, using the space really well, you've got to say. So the referee's whistle means full time, and it goes into the books as a defeat for Arsenal. That just wasn't good enough today. A lack of a game plan, too many players below par, and not enough energy all around the pitch. A really worrying performance for me. 24 minut bo'ldi. Yarım soat bo'larkan demak. Agar shu videoni shu joyda to'xtatsam, videoni shu joyda to'xtataman va sizlar bilan ko'rishguncha va hozir men nimaga o'ynayapman shu joyda mana bu bitta voucher beriladi. Men mana shuga tushunmayapman. Finalda haftalik o'yinni tugat deydi. Qaysi? Mana shulardan birini olish kerakmi? Mana bu aytmoqchi sizlardan so'rab qolaman. Mana shuni qanday olsa bo'ladi? Mana shularni.
duel deydi. Shu dueldan pullarni olinsa haftalik duellar deydi. Va bu yerda bitta voucher deydi. Shunga tushunmayapman. Shuni tushuntirib o'tib ketsanglar juda ham xursand bo'lar edim. Va bugungi video shu joyda tugaydi. Sizlar bilan ko'rishguncha deb qolaman. Bye bye.